Instagram algoritmlari aytishicha 20 sekund, 25 sekunddan ko'p videolarni ko'pchilik ko'rmas ekan. Men sizga aytmoqchi bo'lgan gapim даже undan 2 barobar ko'p. Siz sevgan, siz yoqtirgan, siz yo'qotishdan qo'rqadigan insonlaringiz bir kun sizdan voz kechib dushmanga aylanishlari mumkin. Sizdan ketgan insonlar uchun tushkunlikka tushma. Xonush ham bo'lma. Alloh aytarkanki, o insonlar sendan kechmadi. Men ularni sana hayotingdan olib chiqib tashladim derkan. Chunki sen ko'rmagan, sen eshitmagan suhbatlarini men eshitgan edim derkan. Siz o'zingizni qo'lga oling. Allohdan keladigan yaxshilik kechikishi mumkin, lekin juda ham go'zal bo'ladi. Bilasizmi, siz eng zo'riga, eng yaxshilarga loyiqsiz. Salomat bo'lasiz.